Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tasavvuf darslaridan birodarlar, nafs tarbiyasi, nafsni poklash darslaridan g'ariblar manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Avvalgi 3 ta darsimizda g'ariblar haqida aytilgan hadislardan bir qanchalarni o'qidik. Birinchi hadisimizda payg'ambarimiz aytdilar, din g'ariblik bilan boshlangan, yana g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga tubo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin. U g'ariblar kimlar? Odamlar buzilganda isloh qiladi, Allohning dinida talashib tortishmaydi, hamda ahli qibla bo'lgan biron bir odamni kofirga chiqarmaydi. Agar jamiyatda hayo, iffat, qo'rquv, taqvo, poklik, mas'uliyat degan tushunchalar yo'q bo'lsa, agar odamlar Allohni tanishmasa, shariat hukmi bilan yurmasa, Allohning diniga beparvo bo'ladigan bo'lsa, Alloh ham bunaqa bandalarni o'zining holiga tashlab qo'yadi. Kechagi darsimizda aytdik, kechasi 1da, 2da odamlar 1 kilometr o'chirib turibdi. Nimaga? Go'sht kelar ekan ertaman shu magazinga. O'sha yurtda go'sht yo'q. Nima uchun go'sht yo'q? Chunki zino ko'p edi. Allohning hukmiga beparvo bo'ldi ular, Alloh ham ularga beparvo bo'ldi. Allohning hukmlari bu insonlarga qadr qiymati bo'lmadi, bu insonlarning ham Alloh taologa qadri bo'lmadi. Alloh ularni o'zining holiga tashlab qo'ydi. Agar ayollarning go'shti shunaqa arzon bo'lib, zino ko'p bo'ladigan bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatli edi. Agar odamlarning orasida hayo suvi ko'tarilsa, odamlarning yuzidan hayo suvi ko'tarilsa, ular uchun samo suvi kamayib ketadi. Bu qonun. Bu qonun. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik nimada? Ana shu haqda turgan, sobit turgan ozchilik bilan birga bo'lishlikda. Ko'pchilik bilan bo'lishlikda emas. Allohning azobidan qutulishligimiz faqatgina mana shu Allohning dinini mahkam ushlagan ozchilik bilan birga bo'lganimizda bo'ladi. Albatta, bir joy bilan boshqa bir joyning farqi bor. Masalan, bir joyda g'arib bo'lsang, bir joyda g'arib bo'lmaysan. Masalan, biz yurtlarimizda alhamdulillah masjidlar serob, namozxonlar ko'p, solih insonlar ham shunday ziyoda, dinini ushlagan odamlar bor, rahm shafqat, iymon, e'tiqod. Bizda g'arib bo'lmaysiz. Ammo ana shu bir kufr mamlakatlariga, g'ayri dinlar yurtlariga borsangiz-chi, zino qaramizda harom yeydigan, harom ichiladigan ichimliklar, haromiyatlar serob. Ma'siyatga qadam qo'yishda hamma imkoniyati bor. Demak, bir joyda g'arib bo'lasiz, bir joyda yo'q. Bir qavm orasida g'arib bo'lasiz, boshqasida yo'q. Bir toifa orasida g'arib bo'lasiz, boshqasida yo'q. Demak, o'rtada tafovut bor. Alloh taoloning haqiqiy taqvodor bo'lgan bandalari faqat Allohning o'ziga suyanadi va faqatgina Muhammad alayhisalomni o'zlariga ibrat deb biladi. Bunaqa odamlarni ko'rgan ko'pchilik, dinni mahkam ushlagan Muhammad alayhisalomni o'ziga ibrat deb bilgan ozchilikni ko'rganda, boyaga ko'pchilik fosiqlar nima deydi? Adashgan, yo'ldan chiqqanlar deydi. Aslida kim adashgan? Aslida kim yo'ldan chiqqan? Bu ana shu g'ariblarni holini ko'rib, hayotda qiylangan, bularda bir hayotida xotirjamlik yo'q deb o'ylayapti bu dindan uzoqlar. O'zi aslida xotirjamlik ularda yo'q. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Ko'pchilik zalolatda yurgan ko'pchilik iymon, e'tiqodda ushlagan ozchilikni ko'rib turib, achinadi, bechoralar deydi. O'zi aslida ularga achinilish kerak. Alloh taolo aytayapti Qur'onda, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti beriladi. Allohning zikridan uzoq bo'lgan odamning hayoti tang bo'ladi. Bu Allohning va'dasi. U puli bormi, yo'qmi muhim emas. Sog'mi, kasalmi muhim emas. Osiyodami, Yevropadami farqi yo'q. Allohning dinidan yuz o'girgan odamning hayoti tang bo'ladi. Lekin bu g'ofillar dinni mahkam ushlagan ozchilik, g'ariblarni ko'rib achinadi, bechoralar, qiylanyapti bular deydi.
Ana shu ko'pchilik qo'rquvda, xavotirda turganida bu g'ariblar tamomiy sakinatda, xotirjamlikda bo'ladi. Boshqalar narx-navoni ko'tarilib ketishidan qo'rqib, ocharchilikdan, kambag'alchilikdan siqilib, bo'g'ilib, insult bo'lib turgan paytda haqiqiy mo'min xotirjam turadi. Haqiqiy mo'min ustiga o'lim kelganda ham xotirjam turadi. Nima uchun? Astagfirullah. Va la in muttum aw qutiltum la ilallohi tuhsharun. Qasam, agar o'lsangiz ham, o'ldirilsangiz ham albatta Alloh huzuriga to'planacaksiniz. Ha, o'lsangiz ham, o'ldirilsangiz ham qayerga borasiz? Allohning oldiga borasizmi? Alal oqibat shu yermi? Boriladigan joyning oxirgisi? Kim oldida jamlanamiz? Allohning huzurida. Mo'min kishini hayoti ana shu o'limga tayyorgarlik. Bugun kelsa bismillah deb ketaveradi. Chunki hayotdan maqsadi, hayotdagi asosiy maqsadi Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunga tayyorgarligidir. Astagfirullah. Va la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallohi va rahmatun khayrun mimma yajma'un. Qasamki, agar Alloh yo'lida o'ldirilsangiz yoki o'lsangizlar, albatta Alloh tomonidan bo'lg'usi mag'firat va rahmat ular, ya'ni munofiqlar, kofirlar to'plagan dunyodan yaxshiroqdir. Oxiratda mo'minga nima deyiladi? Qila dukhulil janna. Qila dukhulil janna. Jannatga kir deyiladi. U nima deydi? Ya layta qawmi ya'lamun. Qanida meni qavmim bilgan deydi. Nimani? Bima g'afara li robbi va ja'alani minal mukramin. Robbim meni mag'firat qilib, mukramin, hurmat qilingan bandalar qatoriga qo'shganligini. Yana qaytarib aytamiz. Allohni tanigan, dinini mahkam ushlagan ozchilikni ko'rib turib, bu yoqdagi ko'pchilik fosiqlar achinadi. Bechoralar hayotda bir yaxshi kun ko'rmayapti. Yoshligida o'ynab qolmayapti. O'ranib churkanib yuribdi, namoz o'qiyapti. O'zi aslida bularga achiniladi. Ana shu hammamizni boshimizda haq bo'lgan o'lim kelgan paytda kimni holat xotirjamroq bo'ladi? Ana shu g'ariblarni. Ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li robbi va ja'alani minal mukramin. Mana shunday deyishlik hammamizga nasib qilsin. Meni Parvardigorim mag'firat qilganini va meni izzat ikromli kishilardan qilganini bilsalar edi. Odam bolasi borki, hayotni yaxshi ko'radi. Dinini mahkam ushlagan, boamal, taqvodor yosh yigit. Bir kasal yetdida to'satdan endi bir musibat bo'ldi. O'limi yaqinlashib qolganligini xabari eshitdi. Uni holi qanaqa bo'ladi? Jazavaga tushadimi? Qo'rqadimi? Uzoqroq yashashni bir harakatida bo'lib qoladimi? Ha, birodarlar, musulmon odamning umri uzun bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu." Sizlarda oralarda yaxshilaringlar umri uzoq bo'lib, amali chiroyli bo'lganlari. Musulmon odamning umri uzun bo'lsa, amali chiroyli bo'lsa zo'r. Endi taqdir. Vaqt soat kelib qolgan bo'lsa, taqdir yozilgan bo'lsa, ajal yaqinlashib qolgan bo'lsa-chi? Nima qiladi? Jazavaga tushadimi? Yo'q. Bu g'arib yigit, dinini ushlagan g'arib yigit shu kunga tayyorgarlik ko'rgan edi. Umri tayyorgarlikdan iborat edi. Bugunmi, ertami bu o'lim nima bo'lardi? Baribir kelar edi. Jazavaga tushmaydi. Baqir-chaqir qilmaydi. Hamma o'ladi. Hamma Allohning oldiga boradi. Aniq biladi buni. Shuning uchun xotirjam. Shuning uchun haqiqiy g'arib mo'min banda odamlar o'ylagandek vahshatda, qo'rquvda yashamaydi. Aksincha uni qalbida nima bor? Xotirjamlik bor. Ko'p odamlar unga adovat qilsa ham, dushmanlik qilsa ham mayli, chunki Allohga iymon keltirgan valilardan bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kam min ash'atha aghbara zi timrayni la yu'ba'u lahu law aqsama alallohi la abarra." Sochlari taroq demaganidan paxmayib ketgan, chang to'zon yuzini rangini o'zgartirib yuborgan, yudagan kiyim kiygan qancha odam borki, unga hech kim e'tibor bermaydi, ammo shu odam Allohning valilaridan bo'lib qolgan. O'zi ham bilmaydi kerak bo'lsa. Agar Allohning nomiga shu odam qasam ichsa, Alloh uning qasamini oqlaydi.
Shuning uchun ro'paramizda bir mansabi yo'q, daromati o'rtachadan pastroq, ishi, uy-joyi juda ham zo'r bo'lmagan, ammo mustaqim bo'lgan bir mo'minni ko'rsak, unga past nazar bilan qaramaylik. Unga kibr qilmaylik. Chunki kibr faqat Allohga yarashadi. Ehtimol bu korxonani direktoridirsan sen. Bu odam seni qo'lingdagi ishchidir. Uni oldida kekkayma. Ehtimol mana shu oddiy ishchi sendan ko'ra Allohga nimadir? Martabasi ulug'roq, mahbubroqdir. Ehtimol duosi ijobatdir, sen bilmaysan buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ittaqu da'vatal mazlum." Mazlumning duosidan ehtiyot bo'linglar. Agar u kofir bo'lsa ham, zulm ko'rib turib duo qilsa, duosini ijobat bo'lishidan to'sadigan parda yo'q dedilar. Hamma mansabni yaxshi ko'radi, chiroyli kiyimni, qimmat mashinani, qo'yingki dunyoni zebi ziynatini yaxshi ko'radi. Ana shu bizdagi dunyo matohini borligi yo'qligiga qarab odamlar bizga baho beradi. Lekin odamlarning bergan bahosi emas, eng muhimi. Eng muhimi Alloh taoloning sizga bergan bahosi. Odamlar boylikni hurmat qilishadi. Kuch-quvvatni yaxshi ko'rishadi. Katta-katta universitetlarda diplomlarni tan olishadi. Chiroyli narsani xush ko'radi. Lekin Alloh nimani yaxshi ko'radi? Alloh itoatkorlarni. Alloh taolo aytadi: "Uhibbut to'iin va hubbi lish-shabi to'i ashad." Itoatkorlarni yaxshi ko'raman deydi Alloh. Lekin ana shu itoatkorlarning ichida yosh yigit, yosh bo'lib turib itoat qilsa ko'proq yaxshi ko'raman. Uhibbul mutawadiin va hubbi lil ghaniyil mutawadi ashad. Kamtarlarni yaxshi ko'raman, kamtar insonlarni. Endi boy bo'lib turib kamtar bo'lsa, buni ko'proq yaxshi ko'raman. Yana aytadi, saxiy insonlarni yaxshi ko'raman. Endi saxiy inson faqir bo'lib turib saxiy bo'layotgan bo'lsa, Alloh buni ko'proq yaxshi ko'radi. Demak, birodarlar, din g'arib bo'lib boshlangan, yana g'aribligiga qaytadi, g'ariblarga jannat bo'lsin. G'ariblarning birinchi sifati odamlar fasodga uchraganda isloh qiladi. Allohning dinida talashib tortishmaydi va ahli qibla bo'lgan odamni bironta qilgan gunoh bilan kofir demaydi. G'ariblarning sifatlari u uchun, g'arib odam uchun namozi juda ham muhim. Ko'zini tiyishi juda ham muhim. Erkak ayol aralashib yurgan joyga kirmasligi uchun juda ham muhim. Topish tutishida harom bo'lmasligi juda ham muhim. Bu hadisda aytilgan sifatlarga ega bo'lgan odam siz bilan biz yashab turgan zamonda uni ishi qiyin. Chunki unga 50 ta odamni ajri berilishi va'da qilindi-da. Abu Umayya Shayboniydan u aytadi, Abu Salaba al-Xushani oldiga kelib dedim. Mana oyatni qanaqa qilib tushunasiz? Qaysi oyat? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey mu'minlar, o'zingizlarni bilinglar. O'zingizlarni bilinglar, ya'ni gunohlardan tiyilinglar. Modomiki haq yo'lni tutgan ekansiz, adashgan kimsalar sizlarga zarar yetkaza olmas. Qanaqada tushunasiz shu narsani? Mana aytdik-ku, g'arib ozgina bo'ladi. Fisq fujuda bo'lgan odamlar ko'p bo'ladi. Shu odamlarni amri ma'ruf nahiy munkar qilsangiz, qabul qilmasa, ustingizdan kulsa, sizni haqorat qilsa, diningizni yerga urib beparvo bo'lsa, endi o'zingiz bilan bo'ling endi. Ma'qulmi? Ular nima bo'lsa bo'laversin, o'zim to'g'ri bo'lsam bo'ldi emas. Qo'lingizdan kelgan amri ma'ruf nahiy munkarni qildingiz, qabul qilmadimi? Endi o'zingiz bilan ovora bo'lasiz. U kishi aytadi: "Vallohi bu haqida biluvchidan so'rading. Bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganman. U zot shunday deganlar: balki yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. To baxillik yoyilganini, havoi nafsga itoat qilinganini, dunyo matohi hamma narsadan ustun qo'yilayotganini va har kim o'zining ra'yi bilan qanoatlanayotganini ko'rsang, o'zingni nafsingni lozim tutgin. Avomni o'z holiga qo'ygin." Mana aytdik, qo'lingizdan kelgan amr ma'ruf nahiy munkarni qildingiz, lekin odamlar o'zlarining havoi nafsini qo'ymayapti. Mana endi ularni qo'yginda o'zing bilan ovora bo'l. Payg'ambarimiz davom etadilar hadisda, ortingizda shunday kunlar keladiki, u kunlarda diniga amal qilib, sabr qilishlik
xuddi cho'g'ni ushlash kabi bo'lib qoladi. U kunlarda diniga amal qilgan bir kishi uchun sizlarning amalingizni qilgan 50 kishiga beriladigan ajr beriladi. Sahobalar, yo Rasululloh, bizdan 50 kishinimi yo ulardan 50 kishinimi? Rasululloh aytdilar, bal ajru 50 minkum. Sizlardan bo'lgan 50 kishining ajri dedilar. Nima uchun? Li'annakum tajiduna alal khayri mi'wanan va la yajidun. Nimaga u g'ariblarning savobi sizlarda 50 talarda savobi bilan teng bo'ladi, bittasini savobi? Chunki sizlarga men yordamchi bo'lib turibman, deyaptilar Rasululloh. Mana shu xayrli ishlarni qilishlikda men sizlarga ko'makchi bo'lib turibman. Men borman oranglarda. Ular ana shu ishni ustida turganda ularga yordamchi bo'lmaydi deydi. Sahobalarga berilgan ajrdan 50 barobar ajr shu odamga berilar ekan. Kimga? G'aribga. Gohida inson mustaqim bo'lsa, dinini mahkam ushlasa, g'arib bo'ladida yaqin kishilari malomat qilishni boshlaydi. Ayoli, farzandi, ulfatlari, do'stlari ham bichaga qochishni boshlaydi. Modomiki payg'ambarimiz g'ariblarga jannat bo'lsin deb duo qildilarmi? Demak, u martaba oson bo'lmaydi. Ana shu arab o'lkalaridan bittasida bir solih inson, oshpaz ekan, oshxonasiga yozib qo'yibdi. Aroq Allohning amri bilan harom. Bu do'konda aroq ichilmaydi. Rizq Allohdan. Natija qanaqa bo'ldi? Odamlar aroq sotiladigan oshxonaga bormasdan mana shu odam oshxonasiga ko'proq keladigan bo'lib qoldi. Ha, rizq Allohdan, birodarlar. G'ariblik jazo emas. G'ariblik jannat. Agar dinini mahkam ushlab odam orasida g'arib bo'lib qolgan bo'lsang, senga birodar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bashorat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda marhamat qildilar. Albatta islom g'ariblik bilan boshlangan, yana g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin, tavba bo'lsin. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz duo qilgan va tavba jannatini bashorat qilgan g'ariblardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.